Uzdil HTML darsligi 4-chi qism HTML mavzu. Darslikning asos mazmuni birinchi HTML mavzu deganimiz H1 dan H6gacha bo'lgan xat kichik belgilandi. H1 eng cho'ng mavzuni, H6 eng kichik mavzuni ifodalaydi. Bu amaliy misol qaraydigan bo'lsak, H1 xat kichigiga mavu uzdil.com degan adres qiymatni bergan. H1, H2, H3 buningki unumini ko'rsak, bu xilolat ko'rindi. İkinci HTML horizontal chiziq. HTML horizontal chiziq xat kuchi HR orqali bet yuzda chiziq hosil qiladi. HR elementni mazmun ayirish usulimiz albatta bundan boshqa ayirish usullarim bor. Mana bu yerga HR buyrug'ini bu yerga ikkini ishlatdik. Buning unumini ko'rsak, unumi bu xilolat ko'rindi. Bu yerda bir tal chiziq, bu yerda ikki tal chiziq. Üçüncü HTML zat uçurunu HTML'ga yazış orqali tor bet xat uçurlarga aniqlab beramiz. Zat uçuru asli kodda ko'rindi. Tor ko'rgich ochganda ko'rinmaydi. Masalan, bu bir zat maqolat keldi. Buning yezilishi boshlanishi mundaq, oxirlashi mundaq bo'ldi buningki. Tor ko'rgich ko'rgan bo'lsak, bu yerda hech qanday mazmun ko'rinmadi. Oxirgi mazmun tor betning asli kodini ko'rish. Biz tor ko'rgichda ichilgan tor bet har qanday tor betning mazmunini ko'ra olamiz. Masalan, xiyotninki mazmunini ko'rmoqchi bo'lsak, men tizimlikni ko'ray. Oyi tor ko'rgichningki chakan degan qismidan Yaminjan degan qismini ochsak, buningki asli kodi ko'rindi.